qayerga ketyapmiz aka? Televideniyada ko'rsatib oladi. Qayerga ketyapmiz? Mashinadan ketamizmi, to'g'ri? Endi yo'lga tushdik. Endi to'g'ri yo'l, to'g'ri? Endi to'g'ri yo'l. Tog'lar, tog'larni qara. Sizga Jahon shu hozirgi avlod vakillari nisbatan ko'proq qanaqadir friend zone, just friends bir narsalarga tushib qolayotgandek tuyulmaydimi? Как будто бы zamonaviy narsa, friend zone. Endi tipi nisbatan zamonaviy narsa. Men masalan ko'p eshitaman-da. Men friend zonaga tushib qolaman. Qizlar mana friend zona qilib qo'yaveradi yoki qizlarda bo'ladi. Shunaqa qizlar ham bor, misol uchun, tipi rostdan ular bilan do'st bo'lgisi keladi, misol uchun. Shunaqa bolalar bor, qizlar u bilan do'st bo'lgisi keladi. Hozir o'yladim-da, og'ir payt ko'payib ketdi, bolalar mana shunaqa friend zonaga tushib qolib, bu yoq qilib, deb taka o'zimcha ensam qotdi-da. Kimlar eslasam, o'zim ham 3 yil oldin friend zonada umrguzaronlik qilardim, misol uchun. Yashirdim. Siz ko'rganlaringiz ham bo'lgan, misol uchun. Misol uchun friend zonani oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, aytaylik, o'sha qiz bola, anu bolani do'stdan nima deydi, yaqinroq ko'ra olmaydi. Uzog'i do'stdek ko'radi. Bo'ldi, tipi qo'lini ushatmaydi, qo'pol qilayotganda quchoqlatmaydi, nimadir yoki kelajagini birga ko'rmaydi. O'yladim, yurdim, qaradim, misol uchun o'zim ham rosa friend zonada yurganman-da oldin. Hozir tushib qolmayapman. Nima? Qanaqadir tipi yo'lini topgandek bo'ldim-da. Men friend zonaga tushib qolmaslikni 100% ishlaydigan yo'lini topdim desam ishonasizmi? Skript bormi bu narsaga? Bu ham individual emasmi bu? Yo'q, individual emas. Individual holatlar ham bor. Ularni ham aytishim mumkin. 100%, endi mayli 100% deyish uchun faqat Xudoga ayon 100% nima bo'lishi, eng katta ehtimol bilan friend zonaga tushib qolmaslik yo'lini bilaman. Bu degani sizda qanaqadir bir sirli qurol bor o'zi. Eng qizig'i bu juda unaqa o'zi sirli ham emas-da. Qanaqadir damlama yoki nimadir life hack ham emas-da. Oddiy narsa o'zi aslida. Ikkita narsa bor. Birinchisi friend zonaga tushib qolmaslik, ikkinchisi friend zonadan chiqib ketish. Friend zonadan chiqib ketishni bilmayman men. Chunki o'zim ham shu paytgacha chiqib keta olmaganman. Mabodo bilsam ham, u shunaqa chuqur mavzuki, bu suhbat davomida menimcha gapira olmasam kerak. Chunki vobshe chalkashib ketadi. Xorazmga yetib olamiz. Xorazmga yetib olamiz, Hozir friend zonaga tushib qolmaslik haqida o'zim takoy tushunib yetgan narsalarni xohlasangiz sizga tushuntiraman. Конечно, давайте. Eng katta ehtimol bilan ishlaydigan bu tipi life hack deydimi, yo'l deydimi, baribir hammada individual bo'lishi mumkin deb o'ylayman, qaysidir ma'noda. Lekin bu deyarli hammada bir xil ishlaydi. Prosta oldindan aytib qo'ying, mabodo sizda ishlamay qolishi mumkin, chunki balki siz yetarlicha to'g'ri amal qilmagandirsiz bu narsaga yoki nimadir. Undan tashqari, men birinchi internetga yozdim-da. Misol uchun, siz aytishingiz mumkin-da, aka tipi internetdan olib gapirasizmi deyishingiz mumkin yoki tipi siz maslahatingizni eshitib nima qilaman, prosta internetga kiraman. Internetda hamma savollar javobi bor. Endi internet nima deyapti? Men yozdim. Har xil o'zbekchada yo'q, umuman bunaqa. Friend zona haqidami? Yo'q. Video ham yo'q, maqola ham yo'q. Endi balki Telegram kanallarda bordir, lekin saytlarda yo'q. Ruschada, inglizchada ko'rdim. Birinchi internetdagi sizga berilayotgan maslahatlarni aytaman. Maza qilasiz. Давайте. Eng ko'p aytiladigan, eng zo'r ishlaydigan maslahat bu men aytayotgan emas, internet aytayotgan eng zo'r maslahat oliyjanob bo'ling. Eshikni ochib bering, uchrashuvda pulni siz to'lang. Bu birinchi maslahat. Bu g'alati-da. Конечно, menimcha menga ham g'alati bu. Nimaga g'alati? Chunki oliyjanob bo'lish o'zi umuman kerak. Doim. Tipi bitta qizga yoqish yoki friend zonaga tushib qolmaslik uchun emas. По-любому siz hamma bilan oliyjanob bo'lishingiz kerak. Men bilan, og'aynilaringiz bilan, uyingizdagilar bilan, qizlar bilan, qiz bolani sevsangiz ham do'st, hamma bilan. Kimgadir yoqish uchun oliyjanob bo'layotganingiz bu soxtalik, bu navrot orqaga teskari ishlaydi-da. Bu maslahatni minus tomoni shunda. Ko'pchilik to'g'ridan to'g'ri qabul qiladi-da, o'sha qizni oldida oliyjanob bo'lib, uchrashuvda pul to'lash haqida men ko'p gapirganman Telegram kanalimda, misol uchun audio podkastlarda. Bu chuqur mavzu, har doim ham ishlayvermaydi uchrashuvda pulni siz to'lashingiz. Eshikni ochib berish, bilmadim, masalan, agar tanlagan qizingiz zamonaviy g'oyalar, misol uchun ayol kishi erkak kishi bilan teng yo'q deydigan bo'lsa, eshikni ochib bersangiz, stul qo'yib bersangiz, nima men tipi senga qolamanmi, yordam berishing kerakmi deb, navrot minusga ham ishlab qolishi mumkin. Yordamga muhtoj emasman degan ko'pchilik hozir. Hozirgi qizlar zamonaviy-ku ko'pi. Endi men bu narsani qoralamayman, tipi okey. Kstati, bu maslahatim faqat o'g'il bolalarga emas, friend zonaga tushib qolmaslik uchun qizlarga ham. Qizlar ham universalmi bu? Universal bu maslahat-da, universal.
Hammaga ishlaydi. Bir xil. Hammaga ishlaydi, agar to'g'ri amal qilsa. Aytmaganmidim bu maslahatimni sizga? Okey. Men bilasizmi, meni friend zonaga tushmaslikni 9 xil yo'lini bilaman men. Xo'sh. Chunki 9 marta friend zonaga tushaman. Okey. Ikkinchi maslahat internetdagi. O'z ustibingiz ustida ishlang, chiroyli kiyining, sport bilan shug'ullaning, ham jismonan, ham moliyaviy tomonlama kuchli ekanligingizni ko'rsating. Buni ham sразу o'tkazib o'tsak bo'ladi bu maslahat qanchalik noto'g'riligini. Chunki o'z ustingizda ishlashingiz bu qaysidir qizga yoki yigitga yoqish uchun emas, o'zi umuman bo'lishi kerak. Misol uchun qanaqadir qizlar aytaylik, sizlar hech kim kachok bolalarni yoqtirmaydi. Bor-da shunaqa qizlar. Hozir default narsalar haqida aytyapti-da. U narsa friend zonaga tushmaslik uchun emas, umuman hayotda qilish kerak bo'lgan narsalar haqida aytgan. Amal aytadigan narsa именно вот точкasiga uradigan narsa. Yondirib, intrigani ushlab. Intrig oxirigacha aniq qilmay, просто birinchi internet bizani nima bilan boqayotganini ko'rayapman-da. Yana bitta zo'r maslahat bu internet beradigan umuman noto'g'ri maslahat deb o'ylayman. Menimcha, yangi ishqiy munosabatlarga tayyorligingizni ko'rsating, sevishingiz haqida turli ishoralar qiling. Ko'pincha aynan shu narsa sizni friend zonaga tiqadi, bilasizmi? O'zi sevish etish kerak emas deb o'ylayman. Отношения boshida umuman qiz ham, bola ham, chunki meni endi shu paytgacha gaplashgan bo'lsam, men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, ko'p vaziyatlarda men bildirib qo'yganimdan keyin unda уже преимущество anaqa katta bo'lib ketganda, u уже qo'lga olgan vaziyatni boshqarishga. U уже xolasi friend zonaga tiqadi, xolasi tiqmaydi. Xuddi shuning uchun aytayapman-da. Shunaqa his tuyg'ularni ko'rsatish u yoq menimcha bu yoqda nima demoqchi bo'lgan bilasizmi? Bu baribir g'arb anaqasi-yu, portallaridan olganman-ku. Endi men hozir sassu choldek, konservativdek eshittirishim mumkin-ku. Kapitalistik qanaqadir zagonlar bilan aytilganmi deb o'ylayman-da. Ishoralar qilganda tipi gul ober, sovg'alar qil, bir narsa qil. Kapitalistga farqi yo'q-da. Bu rostdan ishlaydimi, yo'qmi? Kapitalist orzu sotishi kerak. Tipi gul ober, iPhone ober, mana qil degan orzu bilan. Siz kapitalistik anaqada qancha ko'p pul topib ishlatsangiz, kapitalistligi shuncha yaxshi, ekonomik yuradi. Bu yomon narsa emas. Prosta sevgiga, ilohiy tuyg'ularga bu narsani aralashtirish bilmadim. Va o'sha aytganimizda, misol uchun, sevishingiz haqida ishora qilishingiz ba'zida qo'rqitib yoradi. Chunki bo'ladi-da, mana bitta misol keltiraman-da, tasavvur qiling, siz suzishni bilmaysiz. Aytaylik, tipi 7 yoshli bolasiz misol uchun. Uyingizdagilar olib borishdi, mana suzishni o'rgatadi deyishdi. Tipi suvga tushirdi trener, tushdingiz, o'rgangandek bo'ldingiz. Tipi. Unaqa zo'r emasmi, cho'kib ketmaysiz. Aytaylik, hammani yig'yapti-da, bundoq riyat qilib qo'yapti-da, qator qilib. Davay, endi musobaqa tortdi. Davay, endi musobaqa deganini o'zi sizni panikaga solib qo'yadi-yu. O'sha holatda o'zi. Siz cho'kib ketmasligingizni bilasiz. Lekin musobaqaga tayyor emas-siz hali. Qiz ham, yigit ham munosabatlarning boshida hali prosta bir-birini o'rgangisi kelayotgan bo'lishi mumkin. Tayyormi, tayyor emasmi, o'zi savoliga javob topmaganda, qaysidir tomon kelib, sirrozi sevgi, pevgi, mana seni baxtli qilaman deb tashasa, ba'zida bu narsa ishlaydi, ba'zida nobarat qo'rqitib qo'yadi. O'sha basseynning oldidagi musobaqaga tushishga majbur sportsmendek bo'lib qoladi. Lekin katta ehtimol bilan bu narsa ishlamaydi. Etish juda katta ehtimol bilan ishlamaydi. Endi kinolarni misol qilishni o'zi uncha yoqtirmayman, hayot masalasiga kelsak-da. Lekin kinolarda ham bilsangiz, etmay yuradi-ku, bir-biriga etmay yuradi. Oxirida o'sha tugayotganda aytadi-da. Shuncha payt etmaymiding, yo'q. Biladi ikkalasi ham. Qiz ham, bola ham biladi bir-birini, o'sha sevishini bir-birini, lekin etmaydi. Shunaqa. Endi internetda men nisbatan to'g'ri deb o'ylaydigan maslahatlar ham yig'dim, ularni ham bor. Internet faqat safsata bilan to'la emas. Misol uchun, o'zingizga ishoning, yopisha olmay, 24/7 dostupniy bo'lmang. Dostupniy, misol uchun, tipi haligi qo'l ostida bo'lmang. Bu narsa ham o'z aslida yigit bilan qiz emas, hamma uchun ishlaydi. Даже ota-ona bilan ham. Misol uchun, даже ota-ona bilan ham 24/7 dostupniy bo'lish yaxshi oqibatlarga olib kelib qo'ymaydi-da, ba'zida. Sirli bo'l deyishardi. O'qilmagan kitob bo'l. Yoshligimizda ham sirliroq bo'lsang, hamma sirlaringni ochib tashlamasang, qiziqib yuradi dalsanga deyishardi. Erkak kishi kam gaproq bo'lishi kerak. Erkak kishi emotsiyasi kamroq bo'lishi kerak. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude. Juda ochiq va tushunarli insonga aylanmay, mana o'qigan kitob bo'lmayman, mana shu tipi o'qigan kitob bo'lmaydi deyapti internet. Yaxshi bola yoki yaxshi qiz bo'lish kerak emas.
Bu narsani men YouTube'dagi videomda ham tushuntirganman. Yaxshi deganda bu to'g'ridan to'g'ri ma'nodagi yaxshi emas. Qulay bo'lib qolish kerak emas-da. Haligi tepsam, "Ha, uzr, orqamni oyog'ingizga bilmasdan tegizib qo'ydim" deydigan bo'lish kerak emas. Odam o'zining haqqini, o'zligini tanigan bo'lishi kerak. Minuslari ham bo'lishi kerak deb o'ylayman, baribir odam. Shunaqa. Chunki men munosabatlar o'xshasa ham kelajakda o'sha minuslar chiqib kelib baribir buzadi. Endi men o'zim yig'ib qo'ygan, yozib qo'ygan aniqligi bor-da. O'sha tegla. Ha. Bu nima? Bu eng asosiy maslahat emas, lekin eng asosiy maslahatga olib keladigan. Men nimaga gap buzoqdan olib kelyapman? Chaynab yo'q qilib, chunki bittada aytsam savol tug'ilaveradi. "Aka, u mamlakatchi, aka, mamlakatchi" deyverasiz. Da, siz hozir hamma savollarni yopib kelib, oxirida tushunishimiz uchun. Da, давайте, men qiziq. Mani bitta layfhakim bor. Men nabarot qiz bolaga, misol uchun, friend zone men uchun emasligini tushuntiraman. Munosabatlar buni hammasidan oldin. Shuni tanishdikmi? Assalomu alaykum. Friend zone men uchun emas. Da. Shunaqa. Ba'zida namyoq qilib, takoy ishoralar bilan. Ba'zida tikka aytaman. Agar olib kelayotgan bo'lsa, uzr deyman, friend zone men uchun emas. Agar friend zonaga tiqmoqchi bo'lsang, oldindan bilginki, meni yo'qotasan. Orqangdan yugurib yurmayman, halikan itidek. O'sha qiz uchun bu o'sha vabankka borish bo'ladi-da. O'sha o'ylaydi, tipa, "Все, bu bilan u manipulyatsiyam ketmas ekan" deydi. Oddiy narsa, lekin zo'r. U narsa ishonch bilan bo'lishi kerak. Takshi qizlarda ham, qiz bola ham kelib shu narsani namyoq qilishi mumkin-da. Chunki bir xil qizlar bo'ladi, masalan, men o'zim friend zonaga tiqib qo'yganman-da, bilib yoki bilmasdan. Nimaga? Chunki tushuntirish qiyin, lekin ong osti darajasidagi narsalar meni friend zonaga tiq degandek bo'ladi-da. Sizga shunaqa tuyuladi, shunaqa signallar keladi. Shivirlaydi. Как будто bu qiz friend zonada o'zini zo'r his qilar ekan degandek bo'lasiz-da. Takshi o'g'il bola ham. То есть bu yerda erkak ayol degan narsa yo'q. All or nothing bo'lish kerak-da. Tipa men friend zonada yuradigan odam emasman, o'zimga yeb ko'rmasligim kerak deb. O'g'il bola ham, qiz bola ham aytish kerak shu narsani. Вообще o'zim umuman. Internetda beriladigan maslahatlarning ko'pi o'zi aslida ko'zga sepilgan qumda u. Qanaqadir qiyin narsalarni o'rgatadi, qanaqadir sложный metodlar, bir narsalar, mana bunaqa qilib ko'r, unaqa qil, bunaqa qil. No, misol uchun sevgi yoki munosabatlar yoki nimadirlar buni ustiga qurilishi kerak emas. U qisqa distansiyada yordam beradi. Mana shu internetdagi maslahatlarning ko'pi gap yo'q. No, aslida u prosta ko'zga sepilgan qum. Prosta allash uchun ish bo'layotganda kapitalistlarni rejasi deydimi, nima deydi? Mana o'zingiz 7 xil yo'lni bilaman dedingiz-ku? 9 marta tushgansiz. Taxminan misol uchun qanaqa situatsiyalar bo'lgan agar haligi dilingiz qiynalib qolmasa u narsani eslash jarayonida? Men baribir eng asosiy katta qilgan xatoyim deb o'ylayman. Menimcha o'sha sразу javob yozardim. Yozishi bilan javob yozib yoki qattasam xavotirlanib ketib qolardim. Доступный bo'lgan. Доступный bo'lgan. Yosh bo'lganman. Bu yaqin kunlarda bo'lgan narsa emas. No, lekin mana siz bilan men taniydigan bitta qiz bor. O'shan bilan men ham xuddi shunaqa xato qilganman-da. Tipa ko'chada yuribman, kim bilan yuribsan? Oldinda kim bor deb tashlaganman. U hali munosabatlarga kirishmagan ekan, eng qizig'i. Tushunasizmi? Hali rasmiy tipa bo'ldi, men seni yigitingman, sen meni sevgan qizimsan ham demagan edim-da. Bu xato. Endi bu qanaqadir yosh bolacha fikrlashmi? Men довериеda ham deb o'ylayman-da. Qancha siz доверие masalan kuchli bo'lsa, qaysi ma'noda? Siz xavotir olasiz-ku. Доверие bo'lmagandan xavotir olasiz-da. Men qayerdadir yo'qmi, telefonni ko'tarmayaptimi yo boshqa narsami? Siz o'ylaysiz, o'sha boshqacha xayollar ketadi. Mana bunaqa qilyapti, o'tda yuribdi-da. Keyin bu nimadan kelib chiqadi? Bu o'sha ishonmaslikdan kelib chiqadi-da. Zo'r aylanib chiqib ketamiz tepaliqqa. Tole mana. Mayli. Endi ko'p vaziyatlar bo'lgan, men hammasini aytmayman. Nimaga? 9 tasini hammasini aytaverasizmi? Yo'q. Menimcha ko'pchilik shunaqa qiladi. Men ham hozir meni sal ulg'ayib eslasam, o'sha paytlarni rostdan men friend zonaga loyiqman degandek gaplashganman o'zim o'shanda qizlar bilan. O'zingiz rozi bo'lib gaplashgansiz. Atidan emas, hali ong osti darajasida o'zim bilmagan holda shunaqa gaplashganman. Hozir o'sha paytdagi o'zimga qarab debil deyman-da. Tipa, qo'pol qilayotganda latta deyman-da. Kimdir kulishi mumkin bu gapga, lekin erkak kishi yillar davomida o'ssa, o'zini ustida ishlab to'g'irlansa, buni yomon joyi yo'q deb o'ylayman men.
xatolarni tan olsangiz, o'sha xatolarni ustida ishlasangiz o'zgaradi-da. Agar xatolarni tan olmasangiz, ruschada o'sha отрицать deydi. Tan olmasangiz, inkor qilsangiz, u xatolar hech qachon to'g'rilanmaydi-da. Men mana shu xatolarimni tan olishni boshlaganimdan keyin o'sha xatolarim to'g'rilanish boshlangan. Ko'pchilik orqaga suradi yoki yo'q deyveradi-da. Men uni xato qilmayman deyveradi. Shuning uchun umri davomida qilib yuraveradi mana shu xatoni. O'sha aytayotgan narsam, misol uchun gapingizni bo'laman. Boya aytgan joyim keldi. O'sha tushib gaplasha qolaylik. Bo'ldi, keldi. Ma'rifotdamdi. Mana. Все, давайте. Endi eng asosiy maslahatga keladigan bo'lsak, maslahat deydimi, buni endi life hack deydimi? O'tirib gaplashaylik. Manzarani qarang. Men tushunib yetgan eng asosiy narsa sevib qolmaslik kerak. Kimdir, hozir nimaga mana shu maslahatni oxirida beryapman? Chunki agar boshida sevib qolmaslik kerak desam, odamlar tipi gapirish oson-u degan bo'lardi. Balki siz shunaqa degan bo'lardingiz. To'g'rimi yoki? Hozir siz tushunishim bo'yicha hamma savollarni yopib bo'ldingiz-da. Oxirgi anaqani aytdingiz. Chunki masalan vahima qilib tashlaysiz-ku, misol uchun qattiq yuribsan, kim bilan yuribsan, oldingda kim, rashk qilishni boshlaysiz yo bu narsa sevib qolishdan bo'ladi-da. Odamlar aytishi mumkin, sevib qolmasam qanaqa munosabatga kirishaman deb. O'zi aslida bu ahmoqcha savol, rostdan g'alati savol. Nimaga? Chunki odam birinchi tanlashi kerak. Kim o'zi, qanaqa odam, qiz yoki yigit, nima u, xarakteri u yoqda sovuq kalla bilan qarash kerak vaziyatga. Meni fikrimcha. Холодная голова deydi ruschada. Qizimasdan turib. Sovuqqonlik bilan o'sha hissiyotlarga berilmasdan, bog'lanib qolmasdan qarash kerak. Men oxirgi paytlarda shunaqa qilishni boshladim. Ya'ni qanaqadir qiz chiqsa yo'limda, "Vau, zo'r qiz ekan. Kelajakda birga baxtli bo'lishimga qanaqadir ehtimoli bor, lekin hozircha sevib qolmayman. Hozircha sovuqqonlik bilan qarab ko'raman bu situatsiyaga" deyman-da. Keyin gaplashaman. O'shanda birinchidan o'qilmagan kitob bo'la olasiz. Chunki sraz ochilib qo'ymaysiz. 24/7 dostupniy bo'lmaysiz. Srazi javob yozib, "Xo'p bo'ladi." U sizni manipulyatsiya qila olmaydi. Oldindan men friend zonaga tushadigan odam emasman, friend zona meni joyim emas deyishingizni asosiy sababi ham shu bo'ladi. Chunki siz sevib qolmasdan qaraysiz-da unga. Hozir shunda nima bo'ladi? Kozirlar sizni qo'lingizda turadi, xohlagan paytingiz tashlaysiz, xohlasangiz tashamaysiz. Shunaqa. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, misol uchun siz rostdan ham va-bankka borishingiz kerak. Ya'ni men odatini yig'ishtirmasang, отношенияni yig'ishtiramiz deyishingiz kerak-da. U payt agar siz jinni bo'lib sevib qolgan bo'lsangiz, unda unaqa deya olmaysiz. Bilinib qoladi qo'rqayotganingiz va qarama-qarshi tomon, qarama-qarshi jins vakili buni sezadi bittada. Sizni manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Yo'q deyish ehtimoli ham ko'payadi. Chunki yo'q desam ham nima qila oladi degan. Shunaqa vaqt tashlab keta olmaydi. Ko'p oilalar shunaqa bilasizmi? O'zi aslida misol uchun oilada dama kozir deyshadi, tipi ayol kishi glavniy bo'lib oladi. Nimaga? Chunki biladi-da, eri jahl qiladi, u qiladi, bu qiladi, tashlab keta olmaydi baribir. Jahl so'kadi-da, keyin o'sha ayol xafa bo'ladi-da, keyin eri uzr so'raydi. Uzr so'raydi-ki, yig'ishtirish kerak. Yig'ishtirishga qurbi yetmaydi, chunki sevib qolgan. Odam qachon sevib qolish kerak? Qachonki haligi ruschalab aytganda uverin bo'lganda. Ishonch hosil qiladi-yu, что mana shu odam bilan men rostdan baxtli bo'lar ekanman. Sinovimdan o'tdi. Bo'ldi, mana endi sevib qola olaman. Odam o'zini tuyg'ularini baribir boshqara olish kerak, menimcha. Bu qiyinroqdek tuyuladi. O'sha qiyinligini bilib, oldimdan uzoqdan olib kelib tushuntirdim-da. Lekin eplasa bo'ladi. Masalan, men qilib ko'rdim bu narsani, hech qachon foyda bermadi. Foyda bermadi dema, pand bermadi. Eng asosiy tomoni siz hech narsa yo'qotmaysiz. Bu anaqada vaziyatda, bu pozitsiyada. O'zi mana sevib qolmaslik ojizni bir chekkasidan chiqib ketadi. Допустим, mana aytish mumkin, haligacha mana shuncha narsani gapirganimizdan keyin ham savol tug'ilishi mumkin-da. Даже mendan ham tug'iladi-da. Sevib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Вот, mana bu уже ikkinchi chuqur mavzu. Bu yoqda sevib qolmaslik uchun baribir sanatinka yaxshi bo'lish kerak deb o'ylayman. Odam уже ulanyapti ulanyapti. Da, bu chuqur mavzu. Hozir gaplashsak kech bo'lib ketadi. Iftorlik vaqti bo'lib qoladi. Gapimiz tugab qoladi. Uni boshqa kuni bir boshqa joyga borib gaplashishimiz mumkin xohlasangiz. Давайте bugun gaplashamiz-da. Bir zo'r joy bilan lokatsiya o'sha yoqqa borib qisqa o'tib ketamiz-da. To'liqroq boshqa yana bir kun gaplashamiz. Okay. Samatsinga haqida bir boshqa joyda gaplashamiz. Давайте. Hozir mana bu yerda
kelayotgan joyga qo'ysak, shu yerda boyiga aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni aytib berasiz menga. O'ziga. Bu yoqqa lekin olib kelmagan edim. Ha, men olib boraman deysiz. Men bilan o'zlaring. Lekin havo ham zo'rda, boru. Balki boshqa joyda gaplasharmiz. Xullas, yana bitta life hack haqida o'ylab qoldim-da. Samatsenkadan o'tishdan oldin. Ha, Samatsenkadan oldin yana bitta narsa, pozitsiyada hamma gap. Pozitsiyada. Ko'pchilik mana Telegramda audio podkast qilganman, eshitganmiz, yo'qmi, xafa bo'ladigan pozitsiyada yashaydigan odamlar bo'ladi, bilasizmi? Tipa, qaniydi meni xafa qilishsa, tikka etmaydi, no, tipada qo'shtirnoq ichida. Misol, bir xil odamlar bo'ladi, no, oddiy misol, tipa qaysidir hududda tug'ilib katta bo'lgan odam, aytaylik, chekkaroq hududda shaharga kelsa, faqat O'zbekistonda emas bu, ko'p joyda shunaqa. Shaharliklar meni mensimayapti, menimcha. deb o'ylaydi-da, misol uchun xafa bo'lishga tayyor pozitsiyada bo'ladi ular. Xuddi shunaqa sevib qolishga tayyor pozitsiyadagi odamlar bor-da. Juftini qidirib yuradi. Qaniydi zo'r qiz yoki zo'r yigit chiqsa-da, o'shan bilan juft bo'lsam deydi. Endi men odamga buyumdek qarash kerak demoqchi emasman. Odamga odamdek qarash kerak. Ilohiylashtirish ham kerak emas. Tipo, "Voh, mana shu inson bu haligi boginiya" deydi-chi-da, bir o'zbekcha nima deyiladi bu narsa? Mana shunaqa deyish kerak emas-da. Ija bir buyumda ham qarash kerak emas-da, prosta odam. Men misol uchun sizga qanaqa qarasam, yonimdagilarga, hamkasblarga qanaqa qarasam, o'sha qizga ham shunaqa qarayman-da. O'shanda osonroq bo'ladi u qizni qabul qilish. Ya'ni pozitsiya boshidan men o'zimga juft topaman. Men hozir sevib qolaman. Men aniq eslayman. Shunaqa davrim bo'lgan men. Sevib qolishim kerak. Sevib qolgim kelyapti kimnidir deganiga bilan yurganman. Bu tushunishim bo'yicha sen xohlama, o'zi keladi degan pozitsiyada. Sen bo'ldi, men nima desa bo'ladi. O'sha biz har doim endi prigol emas, ma'nosini chaqamiz. Sarvar Rahmonxonning ashulasi bor-ku. Qaysi? Ana do'st haqida. Sen qidirsang, do'st kelmaydi. Shu do'stga qidirmasang, o'zi ko'payib ketadi degan. Da. Bitta ikkalamiz yaxshi taniydigan bitta inson bilan suhbatim bo'lganda, men aytganman-da, qizlar bilan sal mana shunaqa muammo bo'lyapti, o'xshamayapti, hali friend zonaga tushib qolaman, hali yaxshi qiz yo'limdan chiqmay ketsam, men qizlar haqida o'ylamayman degan. Qizlar haqida o'ylamayman, o'shaning uchun atrofimda yaxshi qizlar ko'p, yo bir narsa degan. Gaplashdik, 40 minutlar o'tgandan keyin aytdi, menda do'stlar bilan muammo bor, yo deyapti-da. Men uni gapini o'ziga qaytaryapman-da, lekin men prikol qilib qaytarmayapman. Rostdan ham men do'stlar haqida o'ylamaganman-da, tipo meni do'stim yo'q, men do'st topishim kerak, do'st topishim uchun nima qilsam ekan deb o'ylamaganman-da. Rostdan ham do'st tipo o'zi sekin bo'veradi hamma misol uchun. Sizlar tipo jiyanim Abu Jahon, Timur balobatlar. Qizlar haqida ham mana shunaqa uncha ko'p o'ylamaslikni boshladim. Normal menimcha. Qizlarni o'ylayversangiz, qo'pol qilib aytaman endi. Qiz kerak, gaplashib kerak, отношение kerak deb o'rsangiz, bu menda ham bo'lgan, menimcha ko'pchilikda shunaqa topolmaydi. Shunaqa. Topolmaydi. Yoki o'zi xohlaganda topolmaydi. Adashmasam, o'tgan kuni o'zingiz bilan ham shunaqa suhbat bo'ldi-yu, tipo sevishga qiz qidirib yurdim. To'g'rimi? Yo, unaqa emasmi? Mana shu narsa meni o'zimda rosa ko'p bo'lgan bu narsa. Sevib qo'ygim kelyapti, qaniydi qiz bola topsam, sevishib yursam deb. Hech qachon yaxshilik bilan tugamagan bu narsa. Hech qachon. Samatsenkaga keladigan bo'lsak. Baribir bu haqida ham misol uchun gaplashib, suhbatlashib, mana suhbatda yaxshi bo'ladi-da, baribir. Bitta o'zim gapirsam, valdirab qayerlargadir ketib qolaman. Samatsenka haqida ko'p anaqa bor, lekin qisqa tipa teaserga o'xshash narsa qilib ketaman. Samatsenkada eng asosiy narsalardan bittasi bu yon atrof. Yon atrof juda qattiq shakllantiradi Samatsenkani. Men yon atrofimni o'zgartirganimdan keyin ancha o'sgan. Endi bu haqida alohida bir boshqa, lekin asosiy mana friend zonaga tushmaslikni asosiy ikkita qoidasi. Men endi xulosa qilay, siz bugungi o'tgan aniqingiz bo'yicha, suhbatimiz bo'yicha asosiy ikkita qoidasi, birinchisi sevib qolmaslik, ikkinchisi Samatsenka. Bu Samatsenka qanaqa bo'ladi o'zbekchasida? O'ziga baho berishda. O'ziga bo'lgan ishonchda. O'ziga baho berish. O'ziga baho berish. Ikki yarim tek, sevib qolmaslik va o'zimdan sevib qoladigan pozitsiyada yashamaslik. O'zimdan pozitsiyani to'g'rilash. Sevib qoladigan, sal narsaga xafa bo'lib oladigan, ishi o'xshamasa taslim bo'ladigan. Bu pozitsiya bo'ladi hayotiy. Hammasi. Masalan, taslim bo'lish ham shu-da. Odam nimadir ishi o'xshamaganda, bo'ldi qilmayman deb ketaveradi-yu. Bu ham pozitsiya.
ichida miyasini ichida mana shunaqa anaqa shakllanmagan. Neyron deydimi buni, odat deydimi, ya'ni yo'q yutqizsam ham ko'raman degan narsa shakllanmagan. Xuddi shunaqa xafa bo'lib shu sevib qolish ham. Bu hozir mana shu gaplarni aytyapsiz, men bitta narsani o'ylayapman. Значит, men bu davlatlar ham bitta katta shaxsdek narsa ekanda. Ularning ham o'zini pozitsiyasi bo'ladi. Endi har bir shaxs odam mana jamiyatdagi odamlar o'zini pozitsiyasi bo'lganidek, davlatlarning ham katta davlatlarning ham qaysidir ma'noda ular ham отношения degan gapda mana hozir. Qaysidir ma'noda emas, to'g'ridan to'g'ri. No, sevish degan anaqa yo'q, ularda sal boshqacha narsalar bor. Delovoyda. Da, misol uchun o'sha davlat orasidagi munosabatlarda ham kimdir tepa pozitsiyada bo'ladi, boshqaruvchi, kimdir pastda itoatkor bo'ladi. Odamlar orasida ham xuddi shunaqa parallelda o'xshaydi. Tanlagan pozitsiyasiga qarab sizni anaqangiz. O'zingiz oldindan tanlaysiz. Odamlar shuni tushunmaydi. Oldindan odamni o'zi tanlaydi o'zini pozitsiyasini. Hech kim unga bog'lab qo'ymaydi o'zi aslida. Shu davlatlarga aytayotganim, o'zi pozitsiyasini tanlagan davlatlar hozir o'sha reytingi bilinadi-yu, mana misol Singapur. O'ziga katta baho bergan, samatsenkasi bo'lgan, o'zini pozitsiyasi to'g'ri bo'lganda, hozir reytingi ham baland. Boshqa misol qilishga ko'p davlatlar bor, lekin hech qaysini misol qo'yim kelmayapti. Shunaqa. Boshidan o'ziga past baho bergan, samatsenkasi past bo'lgan. Shunaqa bor. Kecha gaplashdik shunaqa davlatlar haqida. Da. O'shaning uchun menimcha shu samatsenka kallani sevib qolmaslik, kallani sovutish. Sovuq kallaga fikrlash. Shunaqa. Yaxshi. Mayli ketdik endi sovutishda. Iftorli ham yaqin. Torlu. Ay,